Assalomu alaykum hurmatli studentlar. Robot texnika fani va 4-mavzuimiz. Robot texnika uchun yo'nalishni aniqlash va obyektlardan qochish tizimlarini ishlab chiqish. Demak, turli xil robotlar mavjud, ya'ni harakatlanadigan robotlar. Shu tipdagi robotlar uchun demak, yo'nalishni aniqlab, kerakli to'siqlardan qochib, aylanib o'tish tizimlari qanday ishlaydi, qanday jarayonlarni boshdan o'tkazadi, qanday sxemalardan qanday qurilmalarni tashkil topganligi to'g'risida gaplashamiz. Birinchisi, robot texnika uchun yo'nalishni aniqlash va obyektlarni qochish tizimini ishlab chiqish haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam, bunday robotlar qayerlarda ishlatiladi? Ya'ni turli xil zavod, fabrikalarda foydalanilishi mumkin. Misol uchun, robot bu joydagi biror bir buyumni boshqa bir joyga, katta bir zavod, fabrikani bazasidagi, ya'ni ombordagi boshqa bir joyga olib borish uchun harakatlanadi. Yo'lda turli xil obyektlar chiqishi mumkin, insonlar yoki boshqa tipdagi obyektlar chiqishi mumkin. Ularda demak aylanib o'tib, kerakli joyga yetib borish kerak. To'siq bo'lganda, misol uchun devor chiqib qolsa, qanaqa to'siq chiqib qolsa, unga urilmasligi kerak. Shuni demak ishlab chiqish qanday qilib ishlaydi? Yoki bo'lmasam dronlar bor. Qaysidir hududda, katta bir hududni kontrol qilish vazifasini bajarib beradigan, misol uchun katta ekin maydonlarini kontrol qilish uchun ishlatilgan dronlar bor. Bunday tipdagi dronlar misol uchun o'sha hudud bo'yicha uchib yuradi, demak o'sha hududni monitoring qiladi. Ya'ni qaysidir hudud chanqaganini, ya'ni suvsizlanganligini tekshiradi. Qaysidir hududdagi demak ekinlar, daraxtlar kasallanganligini tekshirib turib, doimiy monitoring qilish uchun, doimiy kuzatib turish uchun ishlatiladi. Va kerakli joyga kerakli suv qorish ishlarini amalga oshirish mumkin yoki bo'lmasam o'sha kerakli zararkunanlarga qarshi dorilar purkash vazifalarini bajarib beradi. Ya'ni o'sha hududdan uchib yurgan dron, tasavvur qiling, monitoring qilib ketgan dron yo'lidan biror bir simyog'och, ya'ni stalba chiqib qolsa yoki bo'lmasam daraxt chiqib qolsa, o'sha hududda borib o'sha hududdagi stalbaga, simyog'ochga borib urilmasdan, ya'ni uni sekin aylanib o'tib monitoringini davom ettirib ketish kerak. Yoki bo'lmasam daraxtga urilmasdan monitoringni aylanib davom ettirib ketish kerak. Shuning uchun ishlatiladi. Qo'llanilish sohalari mana sanoatni avtomatlashtirish. Sanoat ishlab chiqarish jarayonlari, misol uchun yig'ish liniyalari bo'linadi. Ular materiallarni joylashtirish va transport, ya'ni boshqa bir hududga joylashish uchun ishlatiladi. Logistika va ombor, buni tushuntirib berdim. Avtonom transport vositalari, ya'ni hozirgi kunda haydovchisiz mashinalar ommalashib boryapti. Ya'ni parkovka rejimida, misol uchun oddiy misol, mashinani o'zini avtomatik parkovka rejimiga qo'yib qo'yilsa, kerakli joyga mashinalarga urilmasdan, insonlarga urilmasdan parkovka rejimiga joylashadi. Yoki bo'lmasam yo'lda ketayotganda, harakatlanib ketayotganda, demak, yo'lda biror to'siq chiqadigan bo'lsa, biror mashina chiqadigan bo'lsa, uni aylanib o'tib, yo'lini davom ettirib ketish kerak. Sog'liqni saqlashda, robotlar demak tibbiy asboblarni olib o'tish, bemorlarni kuzatish, boshqa vazifani bajarishda yordam beryapti. Ya'ni hamshira vazifasini bajarib, misol uchun qo'lidan yetaklab hozir yurgan robotlarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni biror bir obyektga urilmasligi uchun obyektlarni aylanib o'tish kerak hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi sohasini tushuntirib berdim. Uyda foydalanish, misol uchun uyda foydalaniladigan turli xil, misol uchun changli kuchlar bor. Avtonom rejimga qo'yib qo'yasiz, o'zi aylanib o'tib, misol uchun stolda oyog'i bo'ladimi, boshqa biror bir to'siq bo'ladimi, atroflarni aylanib o'tib tozalaveradi. Ya'ni devorga har safar borib urilavermaydi. Devor bormi? Devorning atrofini tozalaydi, boshqa joyga burilib, yo'nalishini davom ettiradi. Tushunoldik? Demak, buni afzalliklari nimaligi to'g'risida ozgina gapiradigan bo'lsam, samaradorlikni oshirish uchun ishlatiladi. Yo'nalishni aniqlash, obyektlardan qochish tizimlarida demak yordamida robotlar tez va samarali harakatlanadi. Xatolarni kamaytiradi. Bu robot bo'lganligi uchun xato qilish ehtimolligi juda ham past bo'ladi. O'zini boshqarib, yo'nalish topib ketaveradi. Moslashuvchan bo'ladi. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish albatta muhim omil hisoblanadi. Demak, bunday tizimni hosil qilish uchun asosiy kerak bo'ladigan komponentlar. Misol uchun biz o'rganayotgan Arduino misolida, oddiy misol, kichkinagina obyektlarni qochib harakatlanadigan sodda bir o'yinchoq mashina hosil qilish uchun, shunday misolni hosil qilish uchun ekranda ko'rinib turgan obyektni hosil qilamiz. Buning uchun bunday sxema qanday ishlashini bilib olish uchun quyidagi prototipni yaratish uchun kerakli demak komponentlar. Birinchi navbatda Arduino Uno hisoblanadi. Bu robotning miyasi hisoblanadi, bilamiz. Bunga kodlar yoziladi, kerakli mana oyoqlari, kerakli mana masofani aniqlaydigan datchiklar shunga ulanadi. Keyingisi motor driver shield, ya'ni
mana bu joyda demak to'rala oyog'i uchun 4 ta motor ulangan bo'lsa, gir motor deydi. To'rala motorni demak avval shu motor drayverga ulanadi. Motor drayveri bo'lsa Arduino'mizga ulanadi. Shu to'rala motorda bir paytda ishlashini ta'minlab beradi bunday motor. Demak, 4 dona g'ildirak wheel bo'ladi inglizchasiga, 4 dona g'ildirak va 4 dona gir motor, uni tushuntirib berdim. Mana bunisi g'ildirak, uni pastda balonda harakatlantirib beradigan gir motor. Bu tepasi servo motor. Servo motor mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Servo motor ko'zini, ya'ni bo'yin vazifasini bajarib beradi. Tepasiga o'rnatilgan ultrasonik sensorda o'ngga chapga burish vazifasini bajarib beradi. Ultrasonik sensor tasavvur qiling, ko'z deb qarasak, o'zi ko'zni demak to'g'rini faqat ko'rmasdan o'ngga yoki chapga harakat qilishini ta'minlab beradigan motor demak servo motor hisoblanadi. Tushunib oldingmi? Uning tepasida ultrasonik sensor. Ultrasonik sensorning vazifasini tushuntirib beradigan bo'lsam, o'zidan demak signal ultratovush chiqaradi. Ultratovush qaysidir obyektga borib uriladi, qaytib keladi. Oraliq masofani shunda aniqlab olish imkoniyati bo'ladi. Borgan kelgan masofani vaqtga bo'ladi va 2 ga bo'ladi. Ya'ni kim boradi, keladi, masofa uzun bo'lib ketyapti. Ya'ni 2 ga bo'lsa, bitta borgancha, ya'ni o'sha obyektgacha bo'lgan masofa bilib olish mumkin. Demak, oldinda to'siq bor yoki yo'qligini doimiy uzluksiz ravishda kuzatib borish vazifasini beradi. Misol uchun oldinda to'sig'i bor, 1 sm qoldi yoki 1 metr qoldi, doim monitoring qilib boradi. Ultrasonik sensorni mana tushuntirib berdim. Endi bularda demak motorlar ishga tushirish uchun lion batareyalar kerak bo'ladi. 4 dona lion batareya. Lion batareyalarda bitta komplekt holatda jamlab turib beradigan holder deyiladi. Holder kerak bo'ladi. Oxirgisi ana bir-biriga ulab berish uchun ishlatiladigan jumper wire degani simlar, ulab beruvchi, ta'minlovchi simlar kerak bo'ladi. Oxirgisi mana qurilmamiz ishga tushish yoki o'chirish vazifasini bajarib beradigan power switch, ya'ni kalit kerak bo'ladi. Tushunib oldingmi? Demak, Arduino platformasini, bunday Arduino platformasini vazifasini qisqacha tushuntirib berdim. Sensorlardan kelayotgan ma'lumotlar qayta ishlash va robotlarni boshqarish uchun ishlatiladi. Ultrasonik sensor nima uchun ishlatilishini tushuntirib berdim. Obyektdan obyektgacha bo'lgan masofani, ya'ni undan obyektgacha bo'lgan masofani o'lchab beradi. Pure sensor yo'q, bizda bu narsa qo'llanilmagan. Keyingisi motorlar vazifasini tushuntirib berdim, harakatini ta'minlab beradi. Motor drayveri demak. Motor drayveri. Demak, motorlarda bir paytda ishlash vazifasini ta'minlaydi. Batareyalar va quvvat tizimlari. Albatta, tok manbai, ya'ni quvvat manbaini ta'minlab berish uchun ishlatiladi. Qisqa emas, qisqacha. Markazda Arduino'miz turibdi. Arduino'miz demak motor drayverga ulanadi. Motor drayveridan ko'rishimiz mumkin mana tepaga 2 ta, pastga 2 ta gir motorlar ulanyapti. Ko'rishimiz mumkin, gir motorlar. Demak, to'g'rilasini bir paytda sinxron ravishda ishlatib berish uchun bu demak motor drayveri ishlatiladi. Va ko'rishimiz mumkin ultrasonik sensor, ultrasonik sensor. Bu yerda servo motor va bu yerda mana batareyalar joylangan. Bu yerda 2 ta foydalanilgan. Tushunib oldingmi? Arduino Uno dan foydalanyapmiz. Arduino Uno nimaligi to'g'risida ozgina o'tgan darslardan ma'lumot berganman. Ustida demak Atmega 328 degan mikrokontrolleri bo'ladi, mana qora ko'ryapsiz. Demak 14 ta kirish va chiqish qismlaridan iborat bo'ladi va 6 ta analik portlardan iborat bo'ladi. USB porti bo'ladi, quvvat demak jeki bo'ladi, mana bunisi USB porti, mana quvvat jeki hisoblanadi. Funksiyasi demak o'sha obyektlardan qo'shib harakatlanadigan robotimizning miyasi hisoblanadi. Tushunib oldingmi? Xo'p, motor drayverini yaqindan ko'rib tanishishingiz mumkin. Mana bu qismlarga demak yashildan iborat, havoradan iborat mana qismlarga demak turli xil demak motorlarda 2 tadan simlar bo'ladi. Har bir gir motorda o'sha simlar ulanadi. Demak, Arduino yordamida motorlarni boshqarish imkoniyatini beradi. Tushundingmi? Misol uchun DC motorlar uchun yo'nalishni va tezlikni boshqarish uchun ishlatilib beradi. Ya'ni ko'plik vazifasini bajarib beradi. Tushundingmi? Ya'ni o'sha ulangan motorlarning tezligini boshqarish uchun asosan ishlatiladi. Bu yerda mana gir motorlar va bu yerda balonchalar bir-biriga birikadi. Demak, oxirgisi ultrasonik sensor va servo motor vazifasini aytib berdim, ishlatilishini, bu yerda harakatlanishini videosini qisqacha ko'rib olishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling.